Yes, mana bebaraka bo'lib chiqdik. Qachon sen omading keladi, ha? Qachon omading keladi? Bo'ldi. Mana urgutlik obodonlashtirishda ishlaydigan akamiz 29 ta damas yutyapti. Maladesman. Siz haladesiz. Uyda faqat xilpillab yotasiz. Ertaga mana 23-aprel kuni soat 11 da Urgut katta bozorda topshirar ekan hamma damasni. Malades. Bizga qachon omad keladi, bolam? Biz faqat birovni ko'rib kuyib yashaymizmi? Harakat qil. 67 ta damas qo'yilyapti endi omad shouga. Qana qilib, nima qilishim kerak, ota? Jesko bilan Elchini mahsulotlarini yeb ichasan, bolam. Jesko ichish kerakmidi? Ha? Ha, visko ichyapti, bo'lmaydimi? Buni ichibsanmi sen? Visko. Sana qanday omad kelsa, uni ichganingdan keyin. Sen turpoy nima ichib yurasan sen? Ana keldi. Sizdan 19.500 so'm bo'pti. Mana 20 ming. Maydangiz yo'qmidi? Shu 500 so'mga rozi bo'la qoling aka, maydam yo'q ekanda. Nimaga ishlaydi sizlar? 500 so'mga rozi bo'ling, 500 so'mga rozi. Nimaga unaqa deysizlar? Shu 500 so'mlar nimadir bo'ladimi? Endi bir oyda 500 so'mdan ham ancha katta pul bo'lib qoladi aka. Tembol mashinam arendada. To'sh mashinadan. Nimaga? To'sh. Qayerga keldi aka? Ukajon, bu yoqqa kelgan taksichilarning kosasi oqarib ketyapti, ukajon. Qanaqa qilib? Qara, yandagi Zar taksidan registratsiyadan o'tsang, Zar taksiga hech qanaqangi protsentlar to'lamaysan. 0% 10-aprelgacha. 10-apreldan keyin 2.9% topshirib yuraverasan. Bu eng qizig'i oshmaydi 2 yilgacha. Taksichilarning eng katta dardi mana shu bo'lyapti hozir. Seriozno? Uka, Zar taksi o'zining taksichilar uchun pulli mukofotlarni ham e'lon qildi. Qanaqa mukofot? Qara, mijozlar bilan eng ko'p kilometr yurgan taksichiga birinchi o'ringa 15 million pul beryapti. Zo'r. Ikkinchi o'ringa 10 million beryapti. Uchinchi o'ringa 5 million beryapti. To'rtinchidan 10-chi o'ringacha 1 milliondan beryapti. Xullas 56 million pulni shuni taksichilar uchun ajratibdi. Bizga o'xshagan taksilar uchun zo'r imkoniyat ekan. Har oy mana shunaqangi aksiya bo'ladi. Undan tashqari ana bo'sh vaqtida taksichilikka chiqadigan akalar borku, ular ham 1 milliondan pul yutib olishi mumkin. Vobshe zo'r ekan. Super ukajonim. Taksichi akalarim, agar sizlar ham kosanglar oqarishni xohlasanglar, Zar taksiga kelinglar. Manzilmi Botanika bog'ini ro'parasidagi poytaxt zapravkasining ichida. Akani 500 so'mga rozi bo'lasizmi? Rozi bo'laman. Nimaga? Menga qara, men senga 5 milliardlik maslahatni berdim. 500 so'm so'raysan, obke 500 so'mni. Mashinamni sotib beraman. Zvachka olaman, obke. Badrlar bilan PlayStation o'ynaymiz. Badrning jamoasi bilan 2-2. Prova. Remontado bo'ladimi? Do'stlar, penaltilar seriyasiga ham cho'zildi.